birinchi dastlabki bosqich bo'lib, ularni kulturaga kiritish jarayonining birinchi bosqichi va bu bosqichda biz o'simliklarni yaxshilab yuvib, yuvuvchi moddalar bilan yuvgandan so'ng, mana shunday holatga kelgandan so'ng, o'simlik turiga qarab, natriy xlor bilan, natriy gipoxlorid bilan sterilizatsiya jarayonini boshlaymiz. Bu jarayonda o'simliklarimiz 10-12 daqiqa o'simlik turiga qarab o'zgaradi. Bu ikkinchi bosqichimiz. Bu bosqichimizda biz sterillangan eksponatlarni tayyor oldindan sterillangan suvga o'tkazamiz, ko'chiramiz va u yerda 10 daqiqa davomida sterillangan suvda chayiladi. Keyin oziq muhitda tayyorlanadi. Shundan tayyor muhitga gormonlar, boshqa ozuqa qo'shimchalarsiz ekiladi. O'simliklar kultivatsiya qilingandan keyin nol ozuqa muhitdan gormonli, keyin boshqa fitogormonlar, sitokininlar, oksinlar qo'shilgan ozuqa muhitlarga ko'chiriladi va har bir ozuqa muhiti 1 oy, 1,5 oy davomida sinaladi. Shuning mumkin bu o'simliklarimiz ham shu ozuqa muhitga moslashgan, yaxshi rivojlanyapti, shoxlagan, kaloslar otilgan. Kalos otgani bu demak o'simlikka bu ozuqa muhit to'laqonli moslashgan va to'g'ri keladi deganlar. Bu jarayonimiz inkubatsiya jarayoni bo'lib, inkubatsiyada o'simliklar ko'payish jarayoni bo'ladi. Demak, qaysi ozuqa muhit sinalgan ozuqa muhitni shu ozuqa muhitda ko'paytiriladi o'simliklar hamda keyin ildiz ozuqa muhitga ekiladi. Gormonlar qo'shilgan, fitogormonlar qo'shilgan ildiz ozuqali muhitga ekilib, ildiz ottirish jarayoni boshlanadi. Shu yerda ildiz otgan ozuqa muhitdan keyingi jarayonimiz bu bizani akklimatizatsiya jarayonimiz bo'ladi. Akklimatizatsiyada mana shunaqa bokslarda torfga ekiladi. Har biri torfga ekilgandan keyin usti yopiladi germetichni, ichida havo bug'lanishi kerak. Ildizlarni torf muhitga moslashish uchun namlik yaratiladi, sun'iy namlik yaratiladi. Keyin asta-sekinlik bilan ko'payib ochiladi usti. Ochilgandan keyin o'simliklar ochiq havoga moslashadi. Moslashgandan keyin bu torfinoy stakan kichkinalik qilishni boshlaganda mana shunaqa katta torf idishlarga ekiladi va o'simliklar ko'chat holatiga keladi. Buni afzalliklari boshqa ko'chatlarga qaraganda afzalliklari biz yil davomida ko'chatlar olish imkoniyatiga egamiz hamda viruslardan, kasalliklardan xoli ko'chatlar olamiz hamda onalik xususiyatlarini saqlab qolgan holda genetik sof mahsulot olishga erishamiz.